Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va mijozlar. Mana navbatdagi obyektimiz ishlarini 100% bitirib berganmiz. Obyektimizda oldi fasad qismlari zolotoy dub rangda bo'lgan, orqa fasad qismlari oq rangda o'rnatib berganmiz. Barcha eshik-rom fortchkalarimiz oynalari 2 qavatdan. Fortchkalarga qaychi mexanizmi o'rnatib berganmiz. Eshiklarga qayta fasonli zamorozkalarni o'rnatib berdik. Ochilib yopishlar ideal chiqdi. Barcha romlarga podagonlarni o'rnatib berganmiz. Har doimgidek okna ramchkalarni o'rnatib berdik. Ishimiz chiroyli chiqdi. Barcha qo'yilgan aksessuarlarimizga 5 yilgacha kafolati mavjud. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Ishlarini chiroyli qilib bitirib beramiz. Kimga eshik romlari narxlari qiziq bo'lsa, ma'lumot berib ketamiz. Ushbu xonadonimizga o'rnatilgan barcha eshik romlari jami narxi 12,5 million so'mga bitirib berganmiz. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Ishlarini chiroyli qilib bitirib beramiz.